Barcha sportchilarimizni birdek yoqtirib taqayotgan OKHKlarimizni sotuvga keldi akalar. Narxlarini sindirib tashlaymiz. Bor yo'g'i 99 ming so'mdan 5 xil oynasi bo'ladi. Ko'k, oq, qora, sariq va shunaqa xamilon ranglari bo'ladi. Komplektidan o'zini shunaqa linza qo'yadigan joylari, chexollari, lentalari chiqadi va ochkini o'zi bo'ladi akalar. Juda baquvvat, juda sifatli qilib ishlangan. 99 ming so'mga akalar bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari velosipedchi akalarimiz uchun mana bunaqa ko'z yopib turadigan variantlari ham sotuvga kelgan akalar. Buni oynasi 4 ta bo'ladi. Ko'rsatib o'taman. Sariq, oq va qora rangli va xamilon rangli oynalari bo'ladi akalar. Buni ham narxi 99 ming so'mdan. Undan tashqari bittali ochki qidirib yurganlar bo'lsa, narxi bundan ham arzon bo'lsin desangiz aka, 35 ming so'mdan o'ki ochkini bittaliklarini olib kelib qo'yganmiz akalar. Ushbu ochkilarimizni 200 minggacha sotishyapti ekan akalar, aldanib qolmanglar. Biz sizlarga hech kim bermagan taklif 35 ming so'mdan ushbu ochkilarimizni bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, juda chiroyli fasonlari, bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Yoki udarnik bo'ladi. Hozir bittasini taqib ko'rsataman. Yuzda turishiga e'tibor berib qo'yasizlar akalar, juda chiroyli turadi. Har xil ranglar bor, bemalol kelib tanlab, ko'rib, o'zingizlar xarid qilib ketsanglar bo'ladi akalar. Garnizonda hammalarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.